Ko'proq bu tomondami opa? Mana shu oyog'imda quymichim bilan og'ribdi. Qo'ymich bilan og'riyapti. Oyoq ko'targanimizda og'riq. Bor, sal. Orqa tomonda bor. Mana aylantirganda. Yo'q, unaqa og'riq yo'q. Mana bundachi? Ashunda bor. Hop. Mana shu tepada bor. Bundachi? Sal. Mana. Yo'qmi? Berida yo'q, unaqa yo'q. Mana bundachi? Hop. Pastga qarab yotib oling, opajon. Pastga qarab. Hop, mana bosganimda bo'ladimi? Yo'q, elit unaqa yo'q. Mana shuncha joyda borda. Ash past tomonda boradi. Bosganimda yo'qmi? Bosganda? Ashin yo'q, unaqa og'riq yo'q. Tushunarli. Tushing pastga opa. Kechqurun bilintiradi. Kechqurun. Kunduz yuraverasiz. Yuraveraman. Kechqurun o'tirsam ham lekin quymichimda og'riq bor. Turan. Tushunarli, tushing pastga. Mahallada ishlaman. Kechgacha yuraveraman. Kechqurunga kelganda og'riq. Hop, ash turgan holatingizda mana o'ngga yengil, mana shu tekis holatda egiling. Og'riq bo'ladimi shunda? Yo'q, unaqa emas. Hop, o'ngga chapga egiling. Og'riq bo'ladimi shunda? Sal-salda, unaqa qattiq og'riq. Hop. Oyog'i uchida yura olasizmi hozir? Yura. Yura olasiz, ha? Hop, o'girling. Urganimda og'riq bo'ladimi? Urganimda bo'ladimi? Sal bor. Hop. Mutqada. Baqa joyga o'tiring. Buni grija deyilmaydi. Grija oldi holati deyiladi. Ya'ni protruziyani o'sha darajasiga yetgan, tog'ayli ezilib qolgan holatda va yallig'lanish bor, ya'ni vaspaleniya turibdi belda. Mana kun davomida mana misol uchun o'zi har bir insonni o'zini limiti bor-da, chegaralangan kuchi bor. Chegaralangan kuchdan tashqari ham nagruzka berib o'rgansiz. Ya'ni kun davomida ko'p yurasiz, ko'p o'tirasiz. Mana misol uchun yurganingizda siz mana misol uchun 60 kilo yuk hisoblasangiz beldan tevasini. Shu 60 kilo yuk ikkita oyoqqa teng taqsimlanadi. Siz o'tirganingizda o'sha 60 kilo yuk umurtqangiz o'ziga tushib turadi. Kun davomida yana nagruzka berib yurasiz, undan tashqari yana 60 kilo yukni umurtqani o'ziga tushirib qo'yasiz. Shuning uchun bu narsa rivojlanyapti sizda. Ya'ni umurtqa ezilib, uni atrofidagi nerv tolalarini ta'sirlantirayotgani uchun bezovta bo'lasiz. Endi buni davolash uchun shu ezilgan narsani biz yengil massaj qilib, manual terapiya qilib cho'zishimiz kerak va uni mustahkamlash uchun fizioterapiya, dori-darmonlarni uyg'unlashtirib qo'ysak, mana og'ir ahvolga olib kelmaydi. Buni meditsinada kasallik deyilmaydi, patologik holatlar deyilmaydi. Ya'ni fiziologik, ya'ni odamning hayoti davomida bo'lib turadigan narsalar. Faqat buni profilaktikasi o'sha gimnastika. Men bu holda yiqilib tushganimda, og'ir qor yoqqanda, oyog'imda tapchika bo'lgan, koridorga kirsam ishxonada linoleumda. Haligi oyog'im sirg'anib ketib qoldi, gursilab tushdim orqam bilan. 2 kundan keyin yana shu og'riq paydo bo'lib qoldi, go'zalga chiqib slinka qildirganman. Hech nima yo'q dedi. Lekin shundan keyin mana shu quymichimda og'riq bo'laverdi-da. Birinchi poliklinikaga borsa, markaziy poliklinikaga. Endi rentgen qilib bittasi aytdiki, ko'ksar siroz dedi. Quymichda ko'ksar siroz. Birinchi darajasi ekan? Ular rentgenda ko'rib boshlandi işte. Yangi boshlanishi ko'ksar sirozi deyishdi. Belda dedi 4-5 pog'onada nerv qisilgan dedi. Grija paydo bo'lgan dedi. Endi unga ham quloqlarga nima qonot qilmasdan manaki MSKTga borsam, opa quymichda hech qanaqa sizda dedi ko'ksar sirozi yo'q dedi. U dedi beldagi grija berayotgan bo'lishi mumkin og'rig'i sizga. Endi hali belda unga grija qilganim yo'q. Mana bosh miyadan nervlar tushadi-da opa. Ayniqsa mana shu belli nuqtasida issiq sovuqni sezadigan nervlar, mana deformatsiyani sezadigan, og'riqni sezadigan nervlar juda ko'p joylashgan, zich mana bu yerda. O'sha sizda mana grijalar ham har xil bo'ladi, ko'proq o'tirishdan bo'ladigani, og'ir yukdan bo'ladigani bor va ko'p o'tiramanda. qaltis harakatdan bo'lib qoladigani bor. O'sha nimadir sababchi bo'lib qoladi bu grijaga yoki shamollash sabab bo'lib qolishi mumkin. Mana aytdilar, cho'milganimdan keyin boshlandi dedilar. Shunaqa narsalar 3-4 ta sabablari bor. O'shalardan sizga o'sha 2 ta sabab, ko'p o'tirish va qaltis harakat bo'lgan.
O'shani hisobiga ham. 7-yilda disk grija bo'lganman. Disk unda rosa lechение olganman больницада. Ilgari bilsangiz, haligi nimada vokzalda stomatologiya bor, o'sha ro'parasida ko'chani ichida nevrologiya bo'ladi. Asha dedamni o'zlari ham doktor bo'lganlar, o'shaga yotqizganlar. Endi Matlubaxon degan oyi davolaganlar. Katta xotindilar. Men kechasi bilan uxlamasdimda, o'tira olmasdim, kechasi bilan uyqu bermas. 5 yil ukol qilishni ham ta'sir qilmagan. Yerdan tushib больницада og'ir bir operatsiya deganlar oyi. Keyin biz Quvaga borganman. 2007-yilda bazil bo'libdi-da. Endi ash yiqilgandan keyin yana paydo bo'lib qoldi shu narsa. Endi o'shada lekin haqiqatan ham kech-kecha o'tiraman kompyuterdaman. Endi hozir mana barmoqdan oyoq o'zidan tortadigan usullarim bor. Ana shuni qilib qo'yaman. Ancha o'sha yana qaytalanmaydigan bo'ladi, xudo xolisa. Mana ukordari bilan uni mustahkamlab qo'yamiz. Qatnashim kerakmi? Qatnaysiz. Qatnab davolansangiz ham bo'ladi. Shaharda qayerdan sizlar? Go'zaldanmiz kerak. Go'zalda. Qatnab davolanaverasizlar. Keladi, ha? Ben boş günah. Osmanlı karar ettin. Şunda tortin yapayım. Tortin. 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 Yaxshi. Oyog'i buklan. Ikki yonga suring. 1 2 3 4 o'rtaga torting. 1 2 To'g'ri havodan nafas uzating. Bosh. Bosh. Mohira. Endi laqay yonchalar. Mohiraxon. Nafas oling, chiqaring. Zo'r, otamik ancha tuzalib qolibdi. Bestaymiz mana. Ilohim. Nafas oling, chiqaring. Nafas oling, chiqaring. Olmanga siljing. Ancha tuzalib qolibdi-da. Nafas oling, chiqaring. Yaxshi, zo'r. Bo'lmoqchi bo'lganlari ham tuzalib ketdi. Bo'sh qo'ying. Bo'shashdi. Yaxshi. Qo'lni bosh orqasiga qo'y. Sal oldinroqqa chiq. Yuring. Qo'lni bosh orqasida, hop. Gavdani bo'sh qo'ying. Gavdani bosh salgin, gavdani bo'sh. Zo'r. Bosh qo'ying. Yaxshi. O'tiring. Bo'ldi? Obaqa yurib ko'raychi, opa, o'zgarishlar ko'raychi. Menda og'riq yo'q, xudo xolasa. Og'riq bo'ldi. Necha foizga? 100% yo'q. 100% yo'q. Tovonda oyog'ingizda yurib ko'ring. To'g'mi? Kemayaptimi? Yo'q. O'ngga chapga egilib ko'ring. Umuman yo'q. Xudo xolasa Alloh yo'q. qo'yingizni bersin. Bundan buyon yana ham yaxshi bo'lishi uchun o'tirishlarda rejim qilib turing. Hop. Balonchaga o'tirsangiz. Baloncha olayotgan, ha? Balonchaga o'tiring. Sovuq qilib qo'ymang. Qizib turib, shamol tegizib qo'ymasangiz, reja qo'zg'amaydi. Xudo xolasa. Davulchi ichib turib. Ha. Sog'lik. Qara. Davulchi. Ha. Hozir ko'ryapmanmi? Ha, davulchi ukara bo'ladi o'sha. Yetadi. O'zi mana shu kunlarda ta'sir qiladi. 40 kundan keyin qon